Ishoning, bu texnikani bir marta ishlatib ko'rganingizdan keyin qanaqa qilib shu paytgacha bu texnikasida yashaganman deb o'zingizga savol berib qolasiz. Menga doimiy keladigan savollardan bittasi, oppoqqina uyingizni qanaqa qilib doim top-toza saqlaysiz? Avvaliga toza saqlash juda ham qiyin bo'lgan, lekin bu texnikadan keyin o'zim uyiga kelin olgandek his qildim. Tashqaridan qaraganda uyim o'zimga ham top-toza ko'rinardi, lekin qaranglar, kichkinagina mebeldan qancha kir chiqishi mumkin. Химчистка plysosi ichidan 3 xil nasatkasi chiqadi. Uyingizdagi mebel bormi, gilam bormi, parda va hatto oynalarni ham mana shu mo'yshu plyosda yuvsangiz bo'ladi. Mana shu suvda zalimizdagi gilamni kichkina joyini tozalaganman. Suvi kirini qaranglar. Rasmini ham qo'yib ketaman. Do'pposli holatini ko'rishingiz mumkin, qanaqa darajada top-toza qilib berishini. Bu химчистка plysosi eng ayniqsa farzandi borlarga tavsiya qilib qolaman. Chunki bolalar juda ham ko'p joyi dog' qilib tashashadi. Dog' bo'lgan joyi siz bu химчистка plysos orqali 5 daqiqada yuvib quritib ham olasiz. Xullas, bu химчистка plysosi qancha maqtasam shunchaki. Uni xarid qilish uchun esa ekrandagi raqamlarga Telegram orqali aloqaga chiqing. Doimgidek Toshkent shahar bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul.